Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Shapefile, Geoson va Excel jadvallarini qanaqa qilib yuklashni va uni tozlamalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi darsda biza qisman tanishgandik, u shunchaki tanishtiruvdi. Birinchi darsdagi fayllarni barchasini o'chirib tashlagandim. Endi e'tibor beramiz, biza new item orqali mana your device ichida yuklaymiz, ya'ni shuni tanlab yuklaymiz. Men sizlarga papka tashlab beraman, ya'ni ishlatadigan fayllarimni hammasi bor. Demak, oddiygina men birinchi zip faylni ko'raman. Buni ochadigan bo'lsak, bu shapefile ichida. Ya'ni shapefile hammasi ichida bor va buni zip arxiv qilib olganman. E'tibor beringlar, rar bo'lmaydi. Demak, mana bu yerga tashlayman. Bu yerda avtomatik fayl o'zini nomi chiqdi. File type'ni avtomatik tanlanadi. Agar bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, file yurida base, photos va hokazo ma'lumotlar bor. Bu demak avtomatik tanladi. Endi bizada ikkita tanlov qoldirdi. Bu yerda city zipni qo'yish va deyapti create hosted feature layer deyapti. Bu feature layer deganda qatlam nazarda tutyapti. Ya'ni zip faylimiz ham turadi. Shu asosida feature layer yaratadi. Next ni bosamiz. Next bosganda bizga nom tanlash kerak. Nomimiz, demak, oldin ham aytgandim, ba'zi holatda bunday nom mavjud deb ko'rsatishi mumkin. O'sha holatlarda sizlar bunga qo'shimcha biror so'z yozib qo'yishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni bizdan boshqa bu Kavkaz geoportalining ichida foydalanuvchilar bor. Ular ham city degan yuklagan bo'lishi mumkin. Title unikalniy bo'lishi kerak. Endi categories degan joyda bu yerda tanlab qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni umumiy Kaz geoportalda mana shu kategoriya bo'yicha qidirsa bo'ladi. Misol uchun mana strukturani tanladik. Taglarga o'zinglar qidirishingiz oson bo'lishi uchun yozib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun yana O'zbekiston deymiz. Tabni bosganda mana avtomatik tanlanadi. Endi description, bu misol uchun ma'lumotlar data.org saytidan yuklandi deb qo'yamiz. Yozmasanglar ham bo'ladi, bu uchalasini. Save'ni bosamiz. Demak, fayl yuklagandan keyin bizada bir necha daqiqa vaqt olishi mumkin. Mana yuklash jarayonlari boshlandi. Dataga o'tamiz. Datani ochib ko'ramiz. Jadval ko'rinishida ma'lumotlar chiqadi. Demak, name and row name atribut ustunlari va type bor ekan. Bu yerda filtrlarni ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Filtrlari, demak, FID'si, name va type bor ekan. Demak, display name bu asosan pop-uplarda ko'rinadigan joyi bo'lsa, field name bazada shu ko'rinishda saqlanishini bildiradi. Turi qanaqa ma'lumot saqlashi. Demak, vizualizatsiyani bossak, bu yerda xaritada ko'rsatib beradi o'sha yuklagan ma'lumotlarimizni. Mana ko'rishinglar mumkin. Ustiga bosib ko'radigan bo'lsak, har birini ma'lumotlari bor. Demak, settingga kiramiz. Settingni yana bir marta takrorlab o'tamiz. Birinchisi content status deyapti. Deprecate sifatida belgilash kerak. Bu nima degani? Eskirgan ma'lumotligini bildirish uchun deprecate qilish kerak. Ikkinchisi deletion management bor. Bu yerda kontentlarning ichidan to'g'ridan-to'g'ri delete qilib bo'lmasligini yoqish kerak. Ya'ni faqat settingdan kirib delete bo'ladi, o'chirib. Datani endi public data collection qilish kerak. Buni keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Qisqaroq aytadigan bo'lsam, agar bu ma'lumotlar to'p ichiga kiritiladigan bo'lsa, uni ikkita layerga ajratish kerak bo'ladi. Birinchisi read-only view layer bo'ladi. Bunda faqat ko'rish uchun, ikkinchisi esa edit qilish imkoniyati ham bo'ladi. Feature layerda editing optionslari bor. Enable editing qilsa, demak, edit qilish imkoniyati bo'ladi. Edit qilish imkoniyati yongandan keyin qolganlarini ham tanlash kerak. Birinchisi keep track of changes deganda bu yerda kim qo'shdi, kim o'zgartirdi, shu ma'lumotlarni yozib boradi. Ya'ni shu feature'ini kim qo'shdi, username, qachon qo'shdi, shuni ko'rsatib boradi. Demak,
Bu yerda who edited the data deyapti. Ya'ni editor name bilan editing date qo'shiladi. Buni ham yoqib qo'ysa bo'ladi keyinchalik. Demak, bu yerda enable sinxronizatsiyani yoqish nazarda tutyapti. Ya'ni offline mobil ilovalar bilan ishlaganda kerak bo'ladi. Hop, bu yerda indekslash haqida, indekslarni topish va hokazo bular deyarli biz ishlatmaymiz. Faqat hozircha shu bizga kerak bo'ladi. Demak, tekshiradigan bo'lsak, bu yerda kichkina description paydo bo'ldi. Feature layer hosted deyapti. Ya'ni hosted deganda serverda turganini nazarda tutyapti. Xohlasanglar description yozishinglar mumkin. Uzunroq description bu yerda. Endi buni ichida layers bor. Point layer turibdi. Nomi city deb nomlangan. Ustiga bossak bo'ladi. Nimaga ichma-ich kirib ketilyapti degan savol bo'ladigan bo'lsa, demak ichida bir qancha layer ham bo'lishi mumkin. Bunda sal boshqacharoq Qgis servisidan ko'ra. Hop, bu yerda date updated, last updated, schema updated bo'lgan vaqtlarni ko'rishinglar mumkin. Bu hammasi bir xil vaqtda to'g'ri keladi. Keyinchalik nimadir qo'shilsa, bu o'zgarishi kerak. Hop, mana bu URL manzili. Buni developerlar uchun kerak bo'ladi. Ya'ni boshqa, demak, Argis Online'ga shu ko'rinishda yuklash mumkin. Hozir bu token required deyapti yoki API'lar orqali ishlatsa bo'ladi buni ham. Orqaga qaytamiz. Demak, bu yerda publish bor, tile layer, vector tile layer, VPS, OGS, 3D point layer qilsa bo'ladi, ya'ni boshqa formatga o'tkazsa bo'ladi. Biza hozir Kazgia portalda bo'lganimiz uchun bularni umuman ishlatmaymiz. Sababi bular ortiqcha resurs talab qiladi va bizda limitimiz tugab qolishi mumkin. Create view layer deganda o'sha boya aytganimdek, agar bu layer edit bo'ladigan bo'lsa, buni hamma edit qilishi mumkin. Shu holatda biz uni create view layer qilamiz faqat ko'rish uchun. Ya'ni klonini yaratgan bo'lamiz. Export data, ya'ni shundagi ma'lumotlarni biza shapefile, CSV, XML, Excel bir qancha formatlarga eksport qilsak bo'ladi. Updates data esa, ya'ni shu strukturaga ega bo'lgan, propertieslari bir xil bo'lgan fayldan yoki feature layer'dan update qilsak bo'ladi. Ya'ni bizada bu yerda jadvalimizni ko'radigan bo'lsak, 22 ta ma'lumot bo'lsa, 23-24-sini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shapefile yuklab ko'rdik. Yana e'tibor beradigan joyimiz bor. Bu yerda shapefileni o'zi ham saqlanib qoldi. Bundan faqat yuklab olish uchun ishlatsak bo'ladi. Xohlasanglar o'chirib tashlashinglar ham bo'ladi. Tavsiya berardim, agar lokalniy kompyuteringizda bo'lsa, buni o'chirib tashlashda ortiqcha joy olgani qoladi. Demak, hozir buni o'chirishda ham mana buni delete ichkaridan qilinglar deyapti. Ya'ni boya biza delete qilib bo'lmaydigan qilgandik. Settingdan delete qilib yuboramiz. Xo'p, endi modified, ya'ni o'zgartirilgan vaqti oxirgisi. Bu yerda demak sharing, ya'ni ulashish deyiladi o'zbek tilida. Bu sizni kontentingizni boshqa, ya'ni o'sha Kazgia portaldagilar ko'ra olish kerakmi yo'qmi, o'sha nazarda tutilgan. Bu yerda owner turibdi, ya'ni faqat men ya'ni owner bo'lganim uchun, egasi bo'lganim uchun menda access bor. Agar organizatsiya qilsa, boshqalar ham ko'ra oladi. Everyone public qilsa, buni ro'yxatdan o'tmaganlar ham ko'ra oladi. Demak, biza keyingisiga o'tamiz. Endi biza GeoJSON faylni yuklab ko'ramiz. Mana GeoJSON faylni yuklashni bosdik. Bunda ham regions GeoJSONni ham qo'shamiz va hosted feature layer yaratamiz. Next bosamiz. Mana regions, qaranglar,
bu regions already exist deb chiqadi. Mana layer title уже mavjud. Buni biza uz deymiz. Misol uchun Geoinfo deb yozib qo'yaman. Save bosamiz. Demak, ana regions Geoinfo yaratildi. Biroz vaqt ketadi bunda. Bu yerda ham summary yozmadik. Xohlasanglar, ya'ni kichikroq description yozishinglar mumkin. Mana bu yerda description yozib, bu yerda mana polygon layerligi ko'rsatilgan. Data qismiga o'tamiz. Ko'radigan bo'lsak, 14 ta obyekt mavjud ekan. Fields'lariga qaytamiz. Fields'lari mana ko'rishinglar mumkin. Buni ham settingidan delete bo'lmaydigan qilamiz. Vizualizatsiyaga yana bir kirib ko'ramiz tekshirish uchun. Demak, ko'rishimiz mumkin. Mana name n, name row, name uz va hokazo. Yana kontentga qaytib, endi jadval ma'lumotlarini yuklab ko'ramiz. Bizda jadvallarimiz ikki xil bo'ladi. Birinchisi koordinatasi bor, ikkinchisi koordinatasi yo'q. Masalan, koordinatasi yo'qni mana joyladik. Bu yerda Excel'ni ham yuklaymiz va hosted feature layer yoki table deyapti. Yaratiladi. Bu yerda agar koordinatasi bo'lganda hosted feature layer bo'lardi. Koordinatasi bo'lmasa shunchaki table bo'ladi. X ni bosamiz. Endi bizda fieldlarimiz bor. Mana bu yerda fieldlarimizda demak name string, kod integer va hokazo. Bularni string, single, double bor. Double qilsak bo'ladi. O'zi aslida demak double qilib olasizlar. Xo'p, location setting. Bizda location setting mavjud emas, avtomatik bu aniqlab oldi va bu yerda nonni tanladi. O'zi koordinata sistemalari bo'yicha tanlab olib ham ko'rsatadi. Masalan, latitude bilan longitude yoki geokodlash adreslari bo'lsa, o'sha orqali aniqlab olardi. Bu hozir non tanladi. Next bosamiz. Population uz geoinfo deymiz. Population uz geoinfo deb yozib olamiz. Saqlashni bosamiz. Demak, mana bu yuklandi. Data qismiga o'tamiz. Data qismiga o'tib, qanaqa ma'lumotlar borligini tekshirib ko'ramiz. Demak, 2010, 11, 12 va hokazo ma'lumotlar bor ekan. Kod va name bu yerda hudud, ya'ni viloyat nomi bo'lishi kerak edi. Kodirovkasi to'g'ri kelmagani uchun yozilmay qoldi. Buni to'g'rilab o'tamiz. Sizlarga to'g'ri faylni beraman. U bilan osongina yuklab olasizlar. Demak, fieldlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu fieldlar bor. Demak, mana field name F bilan boshlandi. Sababi umuman ma'lumotlar bazalarida field name raqam bilan boshlanishi mumkin emas. Display name'ini o'zgartirsa bo'ladi xohlasanglar. Demak, contentga o'tamiz. Endi 4-chi yuklaydiganimiz bizga jadval bo'ladi. O'sha koordinatasi bor jadval. Menda mana koordinatasi bor jadval bor. Bu demak, weather station deganman. O'zbekistondagi meteo stansiyalarning joylashuvi, lokatsiyasi, balandligi va temperaturasi bor ma'lum bir vaqtdagi. Bunda ham demak layer or table degan. Hozir next bosamiz. Demak, buni o'zgartirib o'tirmayman. Next. Bu yerda avtomatik latitude bilan longitude borligini aniqladi va latitude mana y da, longitude x ni qo'shdi. Next bosamiz. Weather station uz geoinfo deb qo'yaman yana. Sizlar o'zingizlar xohlaganda yozsanglar bo'ladi. Save bosamiz. Demak, mana bu ham yuklandi. Data qismiga o'tamiz. Data qismini ko'radigan bo'lsak, 96 ta feature bor ekan. Buni atribut ustunlarini ko'rishimiz mumkin. Fields'larni bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Vizualizatsiyani bosadigan bo'lsak, bizda o'sha barcha nuqtalarni, ya'ni layer ichidagi ma'lumotlarni xaritada ko'rsatib beradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Har bir ma'lumoti bor bu ko'rinishda. Endi shu joyda bizda mana bu yerda name'ini masalan nom, elevation'ni balandlik deb o'zgartirishimiz mumkin. Uning uchun dataga kirib, fields'dan biz hammasini to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi.
ya'ni field name bilan display name'ni ajratib olamiz. Demak, name'ga nomni saqlanib qilamiz. Mana elevation'ga balandligi deb yozib qo'yaman. Balandligi mana saqlanib qildim. Visualizatsiyani ochamiz. Demak, ochib ko'radigan bo'lsak, mana nomi bilan balandligi qo'shildi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sizlar undan tashqari new item qilib turib, shapefile, JSON dan boshqa, masalan, KML, GeoPackage, FileGetterDBS boshqa turdagilarni ham yuklashingiz mumkin. Faqat raster bu yerdan yuklab bo'lmaydi.